Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Jangar jamoasining navbatdagi ishini navbatdagi buyurtmamiz asosida kotlovimiz yasab tugatildi. Quyidagi kotlovimiz oqma gazda ishlashga mo'ljallangan. 20 kW quvvatda demak kotlo yasab taqdim qilinmoqda. Kotlovga ishlatilgan mahsulotlar 2,8 mm qalinlikdagi sobiq ittifoq davrida ishlab chiqilgan riflonli listlardan yasab berildi. Ichki va tashqi korpuslariga ham bir xil riflonli list ishlatilgan. Kotlovimiz lazerda kesilgan, chipi ustanokda buklangan. Ko'rib turganingizdek, old qismlarda chok yo'q. Kotlovning ichki korpusida ham xuddi shu holat bo'yicha yasab taqdim qilingan. Xo'p, kotlovimiz avtomat garelkaga mo'ljallangan holatda yasab berildi. Demak, kotlov yopiq tizimda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Hamma tarafdan zaklopkalar qo'yilgan. 3 atmosfera davleniyada apressovka bo'ladi, ya'ni bosim ostida ham bemalol ishlatish imkoniyatiga ega bo'linadi. Kotlovda 100 mm diametrdagi turba mo'ri o'rnida foydalanildi. Xo'p, kotlovimiz narxi bugungi kunda 2,5 million so'm tashkil qiladi. Quyidagi kotlovimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida aeroport qismida demak yashovchi akamizga, Farhod akaga taqdim qilindi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.